Bizi jamiyatimizdagi buyuk bir xatomiz, agar namoz vaqtida o'qilmasa qazosi bor-ku deydi. Atayin birovlari to'yda o'tiribdi. Ha desa, qazosini o'qib olamiz deydi. Bu qanday gap bu? Qanday gap bu? Bunaqa gap yo'q. O'zimizga ham ba'zilar aytgan, keyin o'qib olasiz degan vaqtida. Yo'q, hozir o'qiymiz deganmiz, alhamdulillah. O'sha keyin o'qib olasiz degan narsa urfimizda tarqab ketgan. Mayli hozir o'qimasangiz qazosini o'qib olasiz deb. Ya'ni bu qachon behush bo'lib qolsangiz, o'zingizni idrok qilmasangiz, xullas namozni bilmasdan deylik shunda, eng yaxshisi, to'g'rimi? Bilmasdan qazo qilib qo'ygan inson nima qiladi? Masalan, unutadi. U ham qazoga kiradi. Ya'ni ado qila olmadi vaqtida. Haqiqatda ba'zida bir narsa bilan chalg'inib qolasiz yoki xayolingizda o'qigan bo'lasiz. Qarasangizki, asrni o'tkazib yorib, shomga azon aytgan bo'ladi. "O" deysiz. Asr qayerga ketdi? Asr qana? Ba'zida shunday holatlarda bo'lganda, bunda endi payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlarini alohida so'zlari bor, o'sha nisyon. Ya'ni bilmagan holatda unutib qo'yilsa, unda uni albatta qazosi beriladi.